Qaranglar, hech qanaqa toksiz, hech qanaqa generatorsiz tosh tegirmon un chiqaryapti. Mashaalloh, akalar qaranglar. Unni chiqishini. Mana bu tosh tegirmon aylanayotganini, qanaqaligini sizlarga hozir tashqariga chiqib ko'rsataman. Qaranglar, mana bu palkasi bor-ku, vibratsiya beryapti-da, shu vibratsiya orqali mana bug'doyni to'kiryapti. Orasiga tushyapti-da, tosh tegirmon aylanib, mana un chiqaryapti, ko'rasizmi? Unlar уже tayyor. Endi bu toksiz qanaqa ishlayapti desanglar, hozir men sizlarga haqiqiy texnologiyani ko'rsataman, akalar. Mana manzarani qaranglar, manzarani. Mana akalar. Suv tushib ketyapti, ko'rasizmi? Napor bilan suv kelib, ichidagi o'zini chahpaligini aylantirib, tegirmonni aylantirib, un chiqarishyapti, akalar. Gap yo'q ekan. Biza Boysundamiz. Shunaqa go'zal joylariga bitta like bosib qo'ymasangiz bo'lmaydi, akalar. Haqiqiy tegirmon mana shunaqa bo'ladi.